O'rtoqlar, yana bitta ma'lumot. Yanki Sokolovda hostelimizda joylar bor o'rtoqlar. Parkovkalari bemalol, hovlini ichi, hovlidan tashqari, ichkari, огород tomonda ham kattagina parking bor mashinaga. Taksist, dastavshik aka-ukalarga bemalol parkovkadan umuman muammo yo'q. Tinch rayon, shovqini yo'q. Katta yo'ldan sal ichkariroqda mashina qatnovi deyarli yo'q. Mahalla tinch, o'zbeklar yashaydi. Hozirgi kunda aktualniy bitta xona, ikkitalik xonamiz bor. Xohlasa semeyniy para kelib yashashi mumkin, xohlasa ikkita erkakka joyimiz bor. Undan tashqari 4 talik odamimiz yotadigan xonada ikkita bo'sh joy bor. Ikkita ikki xonadan 4 ta odamga joyimiz bor. Kravatlarimiz ordinarniy, duxyarsniy kravat yo'q. Hamma sharoitlari bor. Tozaligi har kuni uborka qilinadi. Har kuni tozalovchimiz bor. Parkovkani ham mana bir qator ko'rsataman o'rtoqlar. Keyin dastavkaga mashinalar kerak bo'lsa, dastavkada mashinalarimiz ham bor. Toyota Yarislar. Mana parkovka bemalol 20 ta 30 ta mashinaga kengina joyimiz bor o'rtoqlar. Kelaverasizlar. Manzil pastda yozib qoldiraman. Telefon raqam +48 bilan 780 505 555. Bemalol murojaat qilib, hostellarning narxini ham aytib o'taman. 800 zlotdan oylik to'lov o'rtoqlar. Hamma yog'i sharoitlari bor hostellda. Kunlik hostellar kerak bo'lsa, kunlik hostellarimiz ham bor. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.